Assalomu alaykum qizlar. Menga Rayona degan qiz kerak edi. Keling amaki, menman. Avval o'tirib olsam maylimi qizim? Amaki o'tirib bo'ldingiz-ku. Xo'sh. Xizmat. Bilasizmi qizim? Ayolim bilan turmush qurganimizga 40 yil bo'ldi. Shunga surpriz qilib bir xorijga putyovka olmoqchi edim. Amaki, sizni aynan qaysi davlat qiziqtiradi? Keyin chet el davlatlariga putyovkalar juda ham qimmat. Sizni cho'ntagingiz ko'tararmikin? Siz taklif qilavering. Yo'q, bir gap bo'ladi. Mayli. Mana. Xo'sh, bizda Turkiya davlatiga mana Dubayda yana Qatar, Abu Dhabi bir qancha davlatlarga tur paketlar mavjud. Sizni aynan qaysi biri qiziqtiryapti? Qizim, bu tur putyovkalaringiz necha kunlik? Tur paketlarimiz asosan bir haftalik, keyin yana cho'ntagingizga qarab kun uzayib ketaveradi. Menimcha sizni holatingizga bir hafta yetadi. Bu sizni holatingizga deganingiz nima deganingiz? Tushunmadim. Amaki, endi bu davlatlarni putyovkalari juda ham qimmatda. O'shaning uchun. Siz o'ylayapman, amaki, cho'ntagingiz ko'tararmikin? Amaki, siz undan ko'ra xolamni olib, o'zimizni sanatoriyalarga borishingiz mumkin. Menga qarang. Kimni qanchaga olib borishni o'zim bilaman. Odamni kiyimiga qarab, ko'rinishiga qarab muomala qilmang. Sizdagi muomalasi yo'q qizni bu tur filmida ishlashga umuman haqqi yo'q. Satqayra, odam keting. G'alati odamlar bor-ey. Undan ko'ra ust boshiga qarab kelmaydimi?